Xitoyning jasus detallarının məxsus Uyg'urlarni nishonlaganligi oshkorlangan. Angliya davlatlik tor bexatarligi markazi 8 aprel e'lon qilgan dokladida Xitoyning ichki tor detallarining jasuslik qilib qochiruvchilarning telefonlaridagi uchurlarni yoshirin jiqqanligini, shundaqla vatan ichi sirtidagi Uyg'urlar hamda Uyg'ur tashkilotlarini nishon qilganligini oshkorlagan. Pash qilingan ikki detalning ismi Moonshine va Badbazar bo'lib, dokladda aytilishicha, bularni yasagan Xitoy shirkati yana bir qancha app detallarini yasagan va Uyg'ur, Tibet ham Tayvanliklarni asosliq nishon qilgan. Masalan, mazkur shirkat Ovozli Qur'on nomli bir appni butunlay Uyg'ur tilida loyihalagan. Shundaqla Telegram va WhatsApp qatorliq aloqalashish uskunalarida Uyg'ur to'plariga tarqatgan. Ularni telefonga qochirgandan keyin bu applar telefon ishlatuvchining barliq mashg'ulotlari, xatlari, paranglari, rasmlari va o'rni qatorliq uchurlarni yig'ishga boshlaydi ekan. Hatto telefonning mikrofon va kameralardan foydalanib, naq maydondan ovozi va videolarni ilib, ularni maxsus bir tor omborda saqlaydi ekan. Angliya tor bexatarligi markazi torda mashg'ulot qilganda ishlatayotgan detallarga qattiq diqqat qilishni, gumonliq uchur va hujjatlarni doklad qilishni hamda ijtimoiy tor uskunalarida hambakirilgan shaxsiy uchurlar ustida alohida ehtiyotchan bo'lishni eslatgan.